Kimsiz? Kumush. Meni qayerdan taniysiz? Qo'y boring, jinniroqmisiz? Militsiya chaqiraman hozir. Qo'y boring, jinnim. Ha, nima qolib ketibdi? Ustoz, mana sizga kumush olib keldim. Qo'y boring. Qani kumush? Mana kumush. Sen jinnimisan? 3 kun qolganda ko'chadan qiz yetaklab kelib kumush deysan? Zo'r chiqadi ustoz, zo'r qilib aylantiraman. Qizim, ismingiz nima? Kumush? Ha, mayli. Shu sohada o'qiganmisiz? San'atda ozgina bo'lsa ham tushunchangiz bormi? Yo'q. Otabek. Ustoz, o'zingiz aytgansiz, 1% talant, 99% mehnat deb. Zo'r chiqadi hali ishoning. Ustoz, unda bunaqa qilaylik. Ertadan keyin ikkalamiznikini ham ko'rib berasiz. Kimniki yaxshi chiqsa, 12 ta viloyatga o'shaniki boradi. 3 kun qolganda menga shu kerakmidi? Ha, mayli. Ikkala juftlik tayyorgarlik ko'rasizlar. Qaysi juftlik yaxshi chiqsa, ovozga qo'yamiz. Kim ko'p ovoz yig'sa, ana shu juftlik men bilan 12 ta viloyatga ketadi. Hamma rozimi? Bo'ldi ustoz. Hozir, to'xtang kumush. To'xtang. Siz jinniroqmisiz? O'zingiz qo'limdan ushlab qanaqadir joylarga olib borib, nimadirlarga qo'shib qo'ydingiz. Xullas, tushuntirib bering. Biz bir haftadan beri Otabek bilan kumush spektakliga tayyorgarlik ko'ramiz. Lekin kecha o'xshamaydi. Kecha uxlab tush ko'rdim. Tushimdagi kumush siz edingiz. Taqdir qarang, bugun ko'rishib turibmiz. Meni xohishimchi? Men bunaqa narsalarda o'ylashni xohlamayman. Iltimos kumush, yordamingiz kerak, yordam bering. Keyin yutsangiz nima bo'ladi? Ana opa aytdilar 12 ta viloyatga borasizlar deb. Uni keyin hal qilaveramiz. Ularga men isbotlamoqchiman yaxshi aktyorligimni. Lekin ular ishonishmayapti. 3 kungina vaqt ajrating kumush. Yo'q. Agar oshib etsam